Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan iftor dasturxoni uchun ajoyib yegulik tayyorlaymiz. Bu yeguligimizning nomi ratsigay deyiladi. Bu yegulikni men rus ayolidan o'rganganman. Juda ham mazali bo'lib chiqqan. Shuning uchun atay retseptlarni olib, o'rganib, ko'p marta oila a'zolarimga qilib berganman. Uydagilarga ham ma'qul kelgan. Shuning uchun sizlarga ham ilindim. Albatta oila a'zolaringizga tayyorlab beringlar. Ko'rib turganinglardek idishimizga 1 stakan iliq sut, 1 stakan iliq suv, yarim stakan o'simlik yog'i, bitta choy qoshiqda tuz, bitta pochka draja solamiz. Bitta dona tuxum oqini solib, sarig'ini ustiga surish uchun olib qo'yasizlar. Keyin 5 stakan unni elab tayyorlab qo'ygan bo'lishimiz kerak. Unimizni hammasini birdaniga solmasdan kamroq solib xamir qorib olamiz. Mana hammasini keyin kamlik qilsa yana solasizlar. Lopatamizdan xamirlarimizni tushirib turib, xona haroratda turgan 80-100 gramm atrofida margarinimizni solib turib, yaxshilab aralashtirib, qo'limiz bilan mushlab xamir qorib olamiz. Olib qo'ygan bo'lishingiz kerak margarinni. Mana shunaqa ko'rinishda chiqadi, yumshoq bo'ladi, xamiringlar qo'lga yopishadigan bo'lib turadi. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustiga strech paket yoptirib 1 soat issiqroq joyga oshirishga olib qo'yamiz. Bu orada qiymasini tayyorlab olishimiz kerak. Qiymasi uchun 4 dona kattaroq piyozimizni qozonchaga yog' solib turib qovurib olishimiz kerak. Yog'ini ko'p sovarmanglar. Maydaroq qilib to'rab olinglar piyozni. Mana shunaqa ko'rinishga keltirib, ozgina qovurib piyozni o'ldirib olamiz. Bu yerda 400 gramm tovuq filesini ham mayda kubik shaklda to'g'rab tayyorlab qo'ygan bo'lishimiz kerak. Qovurib olgan piyozimizni qo'shib olamiz. Tuz, murchlarimizni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, bir xil massa qilib olishimiz kerak. Agar piyozni qovurmay solsanglar, piyoz ichida pishmay qolishi mumkin, kirt-kirt bo'lib qoladi. Shuning uchun bitta qovurib olishinglarni maslahat berardim. Tayyor bo'ldi. Mana qiymamizni endi buni chetga olib turib, oshgan xamirimiz bilan shug'ullanamiz. Mana xamirimiz 1 soatda chiroyli bo'lib ko'tarildi. Endi bunga yana ozgina ishlov berib, yaxshilab mushlab havolarni chiqarib olasizlar ichidan. Xamiri qaranglar, juda ham yumshoq, ishlashga udobniy xamir bo'lib qolgan, o'sha tinganiga ancha. Havosini chiqarib, yana ustiga strech paketini yopib, yana oshirishga 1 soat issiq joyga olib qo'yamiz. O'shanda pishirayotgan yeguligimiz oshirma xamirlar, mana shunaqa ko'p oshirsanglar, yana ham pishganda chiroyli bo'lib oshib chiqadi. Shuning uchun vaqtingiz bemalol bo'lsa, ko'p marotaba oshirishni maslahat berardim. 1 soatdan keyin xamirimizni olib turib, stolimizga tushirib olishimiz kerak. Stol ustiga ozgina un sepib olamiz, ishlashimizga udobniy bo'lishi uchun. O'rtadan bo'lib olasizlar. Ikkita zuvala qilib olamiz. Bittasini bitta zuvala qilib turib chetga olib qo'yasizlar. Ikkinchi xamiri uzunchoqroq shakl berib turib kesib chiqishimiz kerak. Kichkina zuvalachalar yasab olishimiz kerak. Shu xamirdan menda 32 ta ratsigay chiqdi. Barakali bo'ladi. Agar xohlasanglar, shu masalani teng yarmini olib turib, yarim porsiya qilsanglar bo'ladi. Menda 2 ta list bo'lib chiqdi. Shunda bitta list bo'lib chiqadi sizlarda. Ikkinchi xamirimizga ham uzunchoqroq forma berib turib, ulardan ham kesib olib, hammasidan shunaqa kichkina zuvalachalar yasab olamiz. Hamda ustiga salofan paket yopib tayyor bo'lgan xamirlarimizni 10 minut yana tindirishimiz kerak. 10 minutdan keyin birinchi qilgan zuvalachalarimizni olib turib, qo'limiz yordamida ochib chiqamiz. Juda ham yumshoqqina xamir bo'lgan, unaqa yopishmaydi. Chunki o'sha ko'p marta ishladik bu xamir bilan, qo'lga yopishmaydi. Yumshoq xamir bo'ladi. Bitta qoshiqdan ichiga nachinkasini solib turib, 2 tomonlama yopib olamiz. Shunda qiymalari ichidan chiqib ketmasdan yaxshi pishib chiqadi. Qo'linglar bilan chetlarini yaxshilab bosib yopishtirib qo'yinglar. Mana shunaqa ko'rinishda uzunchoqroq shakl berib tugib olamiz. Xohlasanglar, sizlar dumaloq shaklda tugsanglar ham bo'ladi. Chetlarini yupqaroq, o'rtasini qalinroq qilib olishimiz kerak. Bitta qoshiqdan qiyma solib turib aytib o'tganimdek, birinchi bu yoq tarafdan, keyin bu yog'idan yopib olamiz. Shunda yaxshi tugiladi.
pastki tarafi 2 qavat qalinroq bo'ladi shunda. Qolganlarni ham shu ketma-ketlikda tugib tayyorlayverasizlar. Aytib o'tganimdek, boshida qilgan xamirlarimizni birinchi bo'lib ishlatamiz, chunki ular yanayam yumshab, tinib qolgan. Shuning uchun ishlashga udobniy bo'ladi. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Tayyor bo'lgan ratsigaylarimizni gaz listiga joylashtirib olamiz. Orasini ochib joylashtirishimiz kerak. Ustiga olib qo'ygan bitta dona tuxumimizga 2 osh qoshiqda sut solib yaxshilab surib chiqamiz. Bir qatoriga birinchi surib olasizlar. Keyin bularni kunjutga botirib olishimiz kerak. Oq kunjutni ozgina tovada qo'rib olib, shunaqa rang berib oldim. Xohlasanglar, sizlar ham qo'rib olib, ozgina rangga kirgizsanglar, yana ham ranglari chiroyli bo'ladi. Kunjutga botirish xohishga ko'ra, xohlasanglar botirmasdan sepib qo'ysanglar ham bo'ladi. Men prosta botirib, yana ham kunjutini ko'proq qilgim keldi. Shuning uchun bitta botirib oldim. Hammasini shunaqa qilib, tuxum sarig'ini surib turib, kunjutga botirib chiqamiz. Mana tayyor bo'ldi. Xohishga ko'ra ustiga pichoq yordamida yoki lezva yordamida shakl berib chiqsanglar bo'ladi. Bu xohishga ko'ra. Ozgina kesib chiqamiz. Ustiga selofan paket yopib, keyin 20 minut tindirib olasizlar ratsigaylarni. 20 minutdan keyin 200 gradusda 35 minut, 40 minut atrofida pishirib olishimiz kerak. Mana tayyor bo'ldi. Ko'rinishlari ham juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Issiq hozir. Issiq mahalda kumur-kumur bo'lib turadi. Sovigandan keyin yumshaydi, bolchkaga o'xshab yumshab qoladi xamirlari. Bu hozir issiq bo'lgani uchun tez sinib, kumur-kumur bo'lib turibdi. Mana endi sovigan paytida ham oldim videoga. Rosa yumshoq, ichlari bilan rosa yaxshi pishib chiqqan. Oila a'zolaringizga ma'qul keladi degan umiddaman. Albatta tayyorlab ko'rib, duoligini olinglar. Bu ratsigaylarimiz ayniqsa yoshi katta insonlarga juda ham manzur bo'ladi. Albatta qilib ko'rishinglarni hammanglarga tavsiya qilib qolaman.